Assalomu alaykum chorva ishqibozlari, qo'y qo'zi, qo'chqor ishqibozlari. Bir obunachim so'rabdilar, yemni qanday tayyorlanadi deb. Ular uchun ham, boshqalar uchun ham bir eslatma sifatida tayyorlab ko'rsatib beramiz. Qani boshladik. Bir obunachiga mana 10 litr suv quyamiz birinchisiga. Mana mahkam tashlaymiz. Birinchi qozonga suvdagi mahkam so'nadi. Qalaga mana olovdagi qozondagi olov balandlik ketib qolsa ham qo'ymaydi bu. 5 kilo makka tushdi. Mana 3 kilo arpa. Qozonni sovuramiz. Üçüncüsüge ona 4 kilo buğday koyuyoruz. Har ikkita kishiga qarab bemalol pishiraveradi. Yemimizga 2 qoshiq tashlaymiz, ko'payib ketmasin. Sababi yemasa vaqtga ko'p qovuriladi, buğdaylar qotib qolishi mumkin. Mana chorva ishqibozlari o'tga yoqib oldik. Mana qaynashga kelib qoldi yemimiz. 3 soatdan keyin mana shu ko'rinishga keladi. Kamida 3 soat qaynashgada. Sababi shunda yumshoq pishadi. Qo'ziqochqonlarimiz yaxshi yeyishadi, yaxshi hazm qilishadi, yaxshi katta bo'lishadi. Bu videoni endi qo'ychilikni boshlamoqchi bo'lgan do'stlaringizga yuborib qo'ying. Alloh taolo barakotli qilsin.